Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizda taniqli muxolifatchi akamiz Jonboylik, ya'ni Samarqandlik Xoliqnazar G'aniyevning savollariga javob bermoqchiman. U kishi ona tilimiz borasida bir maktub yo'llab aytadilarki, juda ko'p so'zlar mana o'zbek tiliga kirib kelmoqda va men shu so'zlarni noto'g'ri ishlatilmoqda deb bilaman. Hatto siz ham mana ba'zi maqolalaringizda shunday so'zlardan birini ishlatgansiz deya u kishi oliygoh so'zini keltiradilar va buning o'rniga aslida oliy o'quv yurti deyish kerak edi degan bir mazmunda savolni o'rtaga qo'yadilar. Darhaqiqat o'zbek tili masalasi bugun juda katta masaladir. Ayniqsa mustaqillikdan keyin bu borada juda katta muammolar paydo bo'ldi. Men hech yodimdan chiqmaydi. 1989-90 yillar edi. O'zbekistonda atamalar qo'mitasi tashkil etildi o'sha paytlarda. Ya'ni o'zbek tilidagi rus va boshqa tillardan kirib kelgan so'zlarni o'zbek so'zlariga almashtirish vazifasi yuklandi bu qo'mitaga. Bu Vazirlar Mahkamasi qoshida tashkil etildi va mana shu qo'mitaning tavsiyalari bilan bir qancha so'zlar o'rniga boshqa so'zlar o'zbek tiliga tavsiya etildi. Masalan deylik, endi bu tabiiyki bir kulgili holatni vujudga keltirdi, chunki aeroport aslida bu xalqaro kalima bo'lib juda ko'p mamlakatlarda qo'llaniladi va juda ko'p odamlarga tushunarli bo'lgani holda uni o'rniga arabcha so'z, ya'ni tayyoragoh so'zi, samolyot o'rniga esa tayyora so'zi taklif etildi o'sha paytda. Xuddi shunday boshqa yana xalqaro so'zlar ham mana shunday bir boshqa so'zlar bilan almashtirila boshlandi, yo arabcha yoki forscha. Men yodimdan chiqmaydi deganim, har holda 90-yillarning boshida edi. Vazirlar Mahkamasida bir kun shunday bir yig'ilish bo'layotganini eshitib qoldim va o'zbek tiliga qiziqqanim, bu mening bevosita haligi qiziqqan soham bo'lgani uchun ham shu majlisga tashrif buyurdim. Kirsam, taniqli yozuvchilardan biri gapiryapti. Minbarda har holda Odil Yoqubov rahbarlik qilayotgan edi majlisga. Gapirayotgan yozuvchi aytayaptiki, mana masalan deydi, ruslar bizdan kerak bo'lsa so'zlarni olib ishlatyapti. Mana masalan choy so'zini bizdan olgan degan gapni aytdi. Bu meni tabiiyki kulgimni keltirdi, chunki agar choy so'zini etimologiyasiga qarasangiz, bu asli xitoycha so'z bo'lib, Xitoyning yarmida buni choy deyishsa, yarmida ti deyishadi. Mana shundan kelib butun dunyo ham ikkiga bo'lingan. Bugun dunyoni yarmida ti deyishadi, yarmida choy deyishadi. Demakki bu o'sha o'zbekcha so'z emas. Xuddi mana shunday, agar biz o'zbek tiliga nazar soladigan bo'lsak, men keyingi 10 yilda bir qancha tadqiqotlar olib bordim, bir qancha kitoblar nashr etdim. Mana Amerikada bir necha kitoblar nashr etdim o'zbek tili borasida. Shundan kelib chiqib ayta olamanki, o'zbek tilining juda ko'p so'zlari, juda ko'p degan narsaga urg'u beryapman, arabcha va forscha kalimalardan iborat. Bu tabiiy hol. Ya'ni u til o'z-o'zidan rivojlanib boradi. Til oldinda, odamlar esa, adabiyot esa biroz keyinroqda qadam tashladi. Bekordan emas, dastlab og'zaki adabiyot rivojlangan va undan keyin yozma adabiyot vujudga kelgan. Xuddi shunday bugun agar biz savoldan kelib chiqadigan bo'lsak, madomiki oliygoh degan bir so'z oliy o'quv yurti so'zining o'rnida ishlatilayotgan ekan, agar xalq uni qabul qilgan bo'lsa, bundan xursand bo'lish kerak. Xalq agar qabul qilmagan bo'lsa, unda yana o'sha oliy o'quv yurti degan so'zni ishlataverish kerak. Chunki xalq og'zaki ijodi birinchi o'rinda turadi. Biz xalqdan olishimiz kerak. Yozuvchimizmi, jurnalistmizmi, shoirmizmi, farqi yo'q. Biz xalqning tiliga murojaat qilishimiz kerak. Mana bugun agar ingliz tiliga nazar soladigan bo'lsangiz, ingliz tilida juda ko'p tillardan kirib kelgan so'zlar bor va har yili
bular umumlashtirib hattoki kitob qilib boriladi. Shuning uchun ham ingliz tili eng boy tillardan biri hisoblanadi. Shunday ekan bizda ham agar modomiki qo'shni mamlakatlardagi tillardan yoki xalqaro tillardan yangi so'zlar kirib kelsa va uni xalq qabul qilsa, ishlatsa, biz bundan xursand bo'lib, tilimizni boyigandan mamnun bo'lishimiz kerak. Ya'ni bir so'zni o'rniga yo'q, buni ishlatmaymiz, mana buni ishlatamiz deb turib olish kerak emas. Aksincha, boshqa muammolar ustida bosh qotirish kerak deb o'ylayman. Masalan, o'tgan o'sha Sovet davri yillarida bizga juda ko'p xalqaro so'zlar, jumladan ingliz, ispan tilidagi so'zlar yoki lotin tilidagi so'zlar rus tili orqali kirib kelganligi uchun ba'zi so'zlardagi o'sha harflarning almashinuviga rus tilida qanday bo'lsa bizga ham shunday bo'lib kirib kelgan. Masalan, deylik, boshqa tillardagi yumshoq he bizga o'sha qo'pol g tarzida kirib kelgan. Masalan, Gyote, Genrix, masalan, Gollywood tarzida. Vaholanki bularni o'sha bugun endi biz O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin o'sha tillarning o'zida qanday qo'llanishiga qarab agar tuzatsak bo'ladi. Masalan, deylik, o'sha Gollywood emas, Hollywood yoki Gyote emas, Hyote, Genrix emas, Henrix kabi. Chunki bugun endi bizni yoshlarimiz bevosita dunyoga chiqmoqdalar. Agar ular masalan deylik Amerikaga yoki bir g'arb davlatiga kelib Genrix Geyni desalar, bu yerdagilar tushunmaydi. Kim deb qarab turadi. Yoki ularning o'zi ham masalan o'sha bilganlarini o'rtoqlasha olmay qiynalishlari mumkin. Ya'ni tilimizdagi mana shunday muammolarga. Qolaversa bugun lotin yozuviga o'tish jarayonidagi muammolarga ko'proq e'tiborni qaratsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Umid qilamanki, Xalqnazar aka G'aniyev meni to'g'ri tushundilar. Zotan men u kishiga alohida bir maktub ham yo'lladim. Demak, mana shu boradagi suhbatlarimizni bundan keyin ham davom ettiramiz, chunki o'zbek tili, ona tilimizning muammolari juda ko'p. Bugun agar o'zbek tili, ona tili borasida qandaydir bir biz muvaffaqiyatlarga erisha olsak, demak kelajakda mana shu tilimizni jahon tillari safida qudratli, kuchli til bo'lishiga hissa qo'shgan bo'lamiz. Keyingi suhbatgacha omon bo'ling aziz do'stlar, kam bo'lmang.